Muvaffaqiyat dasturi milyonlagan kishini davlatman va martabalik bo'lishga undaydigan katta asar. Mazkur kitob 34 davlatda 26 xil yezikda 20 million tarqatilgan. Kirish so'z. Napoleon Hill degan ismni Amerikada hamma odam degidek biladi. Uning muvaffaqiyat ilmini ijodiylik bilan vujudga chiqarganligi uni kishilik munosabat, barpochilik, boshqaruv, rahbarlik ilmi qatorliq sohalarda Dali Carnegie'dan katta o'ringa ega qildi. Hill 1888-yili 10-oyning 26-kuni Amerikaning Virginia shtatidagi bir kambag'al oilada dunyoga kelgan. Bu farzandlarni muvaffaqiyat qozonish uchun tarbiyalaydigan, farzandlarni tuhfa yaratishga ilhomlantiradigan oila edi. Hill 18 yoshga kirganda universitetga chiqqan ham bir jurnal tahrirotida ishlagan. Baxtga yarasha u Polat Temir podshohi kishilik munosabat olimi Carnegie'ni ziyorat qilishga avatilgan. Carnegie Hillning vujudidagi ijodchanlikni nihoyat tezda payqab qolgan. Uningdan Amerikada muvaffaqiyat qozongan kishilarni tadqiq qilish xizmatini ishlashni xohlamaydiganligini so'ragan. To'liq xohlayman deb javob bergan Hill shu hamon. Carnegie hurmatga loyiq ustoz edi. U nurg'un vaqtini Hill bilan birlikda muvaffaqiyat ilmi masalasini muhokama qilishga sarf qilgan, ham xususiy do'stlik munosabatidan foydalanib Amerikaning siyosiy, savdo sanoat, ilm, fan, pul muomala sohalaridagi ajoyib natijaga erishgan yuqori qatlam kishilarga xat yozib Hillni ularga tanishtirgan. Shuningdan keyingi 20 yil jarayonida doktorlik ilmiy unvoniga erishgan Napoleon Hill, Ford, Roosevelt, Rockefeller, Edison, Apple qatorliq mashhur zotlarni o'z ichiga olgan 500 dan ortiq muvaffaqiyat qozonuvchini ziyorat qilgan hem tadqiqotini cho'nqurlashtirgan. To'g'ri 20 yil o'tgandan keyin u davr bo'lgich ahamiyatga ega 8 tomlik kitobi Muvaffaqiyat qozonish qonuniyatlarini tamomlagan. Bu kitob millionlagan kishini davlatman va martabalik bo'lishga rag'batlantirishning qomusiga aylangan. Shuning bilan birga Hill Amerika jamiyatidagi nomi mashhur olim bo'lib qolgan. Shuningdan keyin Hill Amerikaning ikki prezidenti Wilson va Rooseveltning maslahatchisi bo'lib, bu ikki prezident chiqargan qarorlarga ta'sir ko'rsatgan. Bu qarorlar Amerika tarixining olg'a ilgirishida zo'r rol o'ynagan. Necha yil o'tgandan keyin u hamma amaldorlik vazifasidan istifa berib, butun zihniy kuchini yig'ib kitob yozish bilan mashg'ul bo'lgan. Hill 1937-yili Beytish haqida o'ylanish nomli kitobni tamomlagan. Bu mashhur asar hozirgacha 10 milliondan ortiq o'qirmanga ega bo'ldi. 1960-yili Hill va uning ishlarining izbosari Kilmandiston birlashib yozgan Hamma kishiga muvaffaqiyat yor bo'lsin nomli kitobi nashr qilingan. Bu kitob kishilarni ong, xarakter va turmush odatlari jihatdagi yetersizliklarni tuzatib, kishilik turmushdagi boylikqa erishishga rag'batlantirgan ham Hillni zo'r sharafga va izzat hurmatga noil qilgan. Napoleon Hillning necha 10 yillik tadqiqoti uning kitobidagi eng qimmatbaho qonuniyat xarakterini olgan 17 moddali qoidaga mujassamlangan. Bu qoidalar tovandikicha: birinchi, aktiv ruhiy holat yetildirish; ikkinchi, nishon aniq bo'lish; uchinchi, ko'proq yo'l menish; to'rtinchi, to'g'ri fikr qilish usulini egallash; beshinchi, yuksak darajada o'zini tutish; oltinchi, rahbarlik iqtidorini yetildirish; yettinchi, o'ziga ishonch bog'lash; sakkizinchi, kishini maftun qiladigan xarakteri yaratish; to'qqizinchi, yengillik yaratib utuq qozonish; 10-chi, to'lib toshgan qizg'inlik bo'lish; 11-chi, butun o'y fikrini markazlashtirish; 12-chi, hamkorlik ruhi bo'lish; 13-chi, mag'lubiyatga to'g'ri muomala qilish;
14. algı intilish ruhini мәңгү saqlash. 15. vaqt va pulni muvofiq o'rinlashtirish. 16. salomatlikni asrash. 17. yaxshi odat yetildirish. Bu 17 qonuniyatga insonlarning muvaffaqiyat qozonishidagi hamma va subjektiv omil kirgizilgan bo'lib, u muvaffaqiyat ilmidan iborat sirliq deb qaralgan bu ilmni konkret mashg'ulot qilg'ili bo'ladigan usul prinsiplarga aylantirgan. Shubhisizki, muvaffaqiyat qozonish yo'lini izlab yurgan millionlagan kishilarning manzilga yetishi uchun 17 moddalik puxta pallampay rastlab bergan. Shilning muvaffaqiyat ilmi dunyoga kelgandan keyin Amerika bozorlarini qoplab ketgan muvaffaqiyat qozonish ilmi, beyish ilmi degan kitoblar doktor Shilning 17 moddalik qonuniyatiga yo'l qo'yishga, deduksiya orqali yangilik yaratishga majbur bo'lgan. Ular Shilning muvaffaqiyat ilmini to'liqlagan va mukammallashtirgan. Shil Napoleon Hill fondi jamiyati qurgan. Bu fondi jamiyat Amerikadagi muvaffaqiyat qozongan kishilarning bilim oshirish instituti bo'lib qolgan. Shilning o'zimi millionerlarni barpo qilguvchi deb atalgan. 17 moddalik qonuniyat davlatmanlarni operativ qilishning qoida prinsiplari deb ta'riflangan. Amerikaning siyosiy, sud, sanoat, ilm-fan sohasidagi davlatman martabalik muvaffaqiyat qozonganlardan 17 moddalik qonuniyatning himmatiga va ta'siriga uchramagan hech kim yo'q. Amerikaning 26 navbatlik prezidenti Roosevelt, 27 navbatlik prezidenti Harvard Taft, 28 navbatlik prezidenti Franklin Roosevelt, 32 navbatlik prezidenti Woodrow Wilson, avtomobil padişahı Henry Ford, neft padişahı Rockefeller, nashriyat padişahı Hayford, Kodak şirketining bosh lideri Etoman qatorliq kishilar muvaffaqiyat qozonishning 17 moddalik qonuniyatining shohidlari, manfaatdorlari va qo'llovchilaridir. Hindistonning davlat otisi Gandhi Napoleon Hill bilan ko'rishgan va uning bu kitobini o'qigandan keyin Napoleon Hillning muvaffaqiyat dasturini butkul mamlakat miqyosida o'rganish to'g'risida buyruq tushirib, hindistonliklarning namratlikdan baldurroq qutulishiga yordam berishni umid qilgan. Gandhining bu orzusi to'liq amalga oshmagan bo'lsa-mu, lekin qanchalagan hindistonlik davlatmanning ashu dastur sababidan maydonga kelganligini bilgili bo'lmaydi. Hill 1910-yili Filippinlik ijtimoiy faoliyatchi Qoysarning siyosiy ishlar maslahatchisi bo'lgan. Hill Qoysarni siyosiy jihatdan maslahat bilan ta'minlagandan sirt o'zining muvaffaqiyat dasturi bilan baharlandirib, uning muvaffaqiyat qozonish engini zo'r darajada o'stirgan. 24 yildan keyin Qoysar Filippinning tunji navbatlik prezidenti bo'lgan. G'arb savdo sohasidagilar orasiga keng taralgan dunyodagi hammadan ulug' mal sotquchi nomli kitobning avtori Ogman Gornd Hillning muvaffaqiyat dasturi nomli kitobning qayta nashriga yozgan kirish so'zida mundaq degan: Gapni o'z tajribamdan boshlash xiyolidaman. Nurg'un yillar ilgari hamoqatlikim va xilma-xil savalliklarim tufaylidan hamma qimmatlik narsamdan, oilamdan, mol dunyoyimdan, uy bisotimdan va xizmatimdan mahrum bo'ldim. Hatto qoq sapay bo'lib to'limi o'sal ahvolda qoldim. Shuning bilan har yerda sarson sargardan bo'lib jon beqishning turli amal choralarini izlashga boshladim. Oxir Hillning asridan o'zim ehtiyojli javobni topdim. O Mangor'nda kishilik hayotiga Hill ko'rsatgan ta'sirning hal qiluvchi ahamiyatiga ana shunda qaragan, ko'ngil qo'ygan o'qirman. Dunyodagi hammadan ulug' mal sotquchi nomli kitobda Ogman Gorndning Napoleon Hillning 17 moddalik qonuniyatining asli ruhini butunlay gavdalantirganligini osonlik ko'rib olg'ala bo'ladi. Napoleon Hill 17 moddalik qonuniyatni tajriba qilib ko'rgan. Bir qitimlik tajribada savdo setiqdan qilch tajribasi yo'q 3000 mal sotquchi mashq qildirilgan. Natijada ularning har biri 6 oyga yetmagan vaqtda $1 million dan ortiq pul topgan
ve xiyilga minnettarlıqını bildirip her biri $30,000 bergen. Paraxod do'kari Robert Dallades mundaq qaragan. Agar men 50 yil ilgari mushu 17 moddali qonuniyatni o'rgangan bo'lsam, sarf qilgan vaqtimning yerimida hozirgi natijaga erishakanman. Kishilik munosabat ustozi Carnegie Xiyilning muvaffaqiyatini to'limi so'yinib mundaq ta'riflagan. Ömrümdeki en çok muvaffaqiyatlarimning biri Xiyilning muvaffaqiyat dasturi degan asrini tamomlashiga yordam berganligim bo'ldi. Bu ish mening boyligimdan muhim edi. Uning muvaffaqiyat qozonish ilmiy iqtisod falsafasi sifatida kishilarning nomrodlikdan qutulib iqtisodiy jihatda beyishiga yordam beradigan usul bo'lib qolmasdan, kishilarning ichki mijoz xarakterini mukammallashtirib, mo'l boy kishilik turmushdan bahrilashiga yordam beradigan katta ilm. U Sokrat, Platonlarning va an'anaviy tafakkuri ideya tarixining falsafa sistemasidan tubdan farq qiladi. Büyük kashfiyotchi Edison Xiyilga yozgan xatida mundaq degan. Özlerinin shuncha vala vaqtni sarf qilib muvaffaqiyat dasturini tamomlaganliklariga tashakkur aytaman. Bu to'limi mukammal falsafa. Uni o'zlariga agishib o'rgangan kishi shubhisizki g'oyat zo'r unumga erishgusi. Hurmatli o'qirman, ya'ni hurmatli anglag'uvchi. Yuqorqi kechirmishlardan xabardor bo'lgandan keyin 17 moddali qonuniyat sharhlangan Xiyilning muvaffaqiyat dasturi nomli bu asrining kishilik turmushingizga nimalarni etkiladiganligiga ishonib qolasiz. Bu kishilarning hissiyoti, mijoz xarakteri, kayfiyati, ruhiy holati, ideyasi va harakat qilmishidagi nachar qatmal odatlarni yengilashdan tangshaydigan qimmatli asardir. Bu sizning tirishib yuqori o'rlashni, psixikalik yoshrin iqtidoringizni yetishni, kishilik turmushdagi ko'zlagan nishoningizga yetishni o'rgatadigan ilmiy mashg'ulot qo'llanmasidir. Kishilar güzel arzuda bo'linglar. Kishilar güzel arzuyinglarni reallikqa aylantiringlar. Kishilar güzel arzuyinglarni reallikqa aylantirishning qorali muvaffaqiyat dasturini egilanglar. Ovozliq kitob abditali. Mal satquchilarning birinchisi Afrikaliklarning yalang'oyoq